Assalomu alaykum. Ko'p ustalarga muammo tug'dirib turgan BYD son kilosida ichki stikerlarini yechishda hozir ko'rsatib beraman. Bu arzimagan narsa bo'lishi mumkin, lekin o'zim yechgani, topgani ancha qiynaldim. Qolganlarga yordam bo'lsin degan maqsadda ko'rsataman. Kimga foydasi tegsa, like, podpiska bosib qo'yasizlar. Mana BYD son kilos. O'sha ishning pachag'ini chiqardik. Orqa eshik muammo bas bitta stikerdan chiqarar ekan. Oldi ishiga kelgan bo'lsa, buni ko'pchilik mashina zibori yechib olib qiladi. Chunki mana yerdan qonni ichiga chavon sug'urib turib keyin chiqarish kerak. Lekin unaqa qilmasdan ichki stikerni chiqarsa ham bo'lar ekan. Sizlarga ko'rsatib beraman. Mana yerdan chiqarsalar, oddiy kobaltga o'xshagan plastmassasi bilan plastmassadan olib turib, bag'ini yechib yotmaysizlar. Mana ichkarida birinchi mana uni yechib olasizlar. Ikkita plyus satverkada turadi. Mana oson chiqar ekan, aqamda surib chiqarib olgandan keyin mana birinchi mana bu yerda turadigan ikkita stiker bor. Ko'k, oq. Shuni chiqarasizlar. Keyin ikkinchisi mana. Mana buni stiker. Bu baqa ulanib ketadi mana. Eng oxirgi stikeri mana bunaqa bo'ladi. Bu stikerni mana ya'ni mana stikeri. Bu tepaga ko'tarilgan bo'lar ekan. Buni mana yerda ichkarida 3 ta chiqaradigan joy bo'ladi. Mana shu to'rinchisini tepaga ko'tarasizlar buni. Mana sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bu yonbosh machin bo'ladi. Doim mana bunday turar ekan. Tushdi. Men yechib oldim buni. Mana qora plastmassasi tepada turadi. Mana ko'rinyaptimi sizlarga? Mana shu sxem bitta, ikkita yonbosh machin, bitta tikka machin bo'ladi. Tikka machin sug'urib mana tepasida qora plastmas bilan shuni mana tepaga ko'tarasizlar. Tepaga ko'targandan keyin bir torsadan chiqadi. Mana tiqib qo'yapman joyiga. Chunki yig'yapman. Shunaqa chiqarib olgandan keyin mana yerdan shuni torsalar, mana shu stikerlar hammasi chiqaradi. Hozir buni ichida bor stiker bitta, ikkita. Mana bu bilan 3 ta, buni asosiysi 4 ta. Shu tikka machin turgan plastmassa qorani baqa chapkamlik pastga torsadan chiqar ekan. Keyin buni ishini bitirgandan keyin joyiga yig'ib qo'yaverasizlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar.